Shavkat Rahmon o'zbek adabiyotining yorqin namoyandasi. Uning she'rlari xalqimizning qalbida abadiy o'rin egallagan. Ushbu taqdimotda shoirning hayoti va ijodiga nazar solamiz. 1950-yil 12-sentyabrda Farg'ona viloyatida dunyoga keldi. Bu voqea o'zbek adabiyotiga yangi bir yulduz baxsh etdi. Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetida tahsil oldi. Bu yerda adabiyotga bo'lgan mehr-muhabbat yanada oshdi. Talabalik yillarida she'rlar yoza boshladi. Uning ilk asarlari adabiyot olamimizga qiziqish uyg'otdi. 1980-yillarda Shavkat Rahmonning she'rlari keng tanildi. Uning ovozi o'zbek adabiyotida yangi bir sahifa ochdi. Yurak qirlari, Ochiq kunlar, Gulliver va boshqa she'riy to'plamlari nashr etildi. Bu to'plamlar uning ijodiy yuksalishining yorqin namunasidir. Uning she'rlarida insonning ichki dunyosi, muhabbat, tabiat va hayot falsafasi aks etgan. Bu mavzular uning she'rlariga chuqur ma'no bag'ishlaydi. Shavkat Rahmon she'rlarining asosiy xususiyati samimiylik. Bu yurakdan yozgan va har bir so'zi tinglovchiga yetib borgan. Uning she'rlari oddiy tilda yozilgan, ammo chuqur ma'noga ega. Bu uning she'rlarini keng ommaga tushunarli qilgan. U o'z she'rlarida o'zbek tilining boyligidan mohirona foydalangan. Har bir misra o'quvchini o'ylashga undaydi. Shavkat Rahmon O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi edi. Bu adabiyot olamida o'z o'rniga ega. U bir qator adabiy mukofotlarga sazovor bo'lgan. Jumladan O'zbekiston Respublikasi davlat mukofoti. Bu uning ijodining e'tirofidir. Buning ijodi o'zbek adabiyotining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Uning she'rlari adabiyotimiz xazinasidan o'rin olgan. Shavkat Rahmon 1996-yil 2-oktyabrda Toshkentda vafot etdi. Ammo uning ijodi abadiy yashaydi. Uning she'rlari bugungi kunda ham o'zbek adabiyotining eng yaxshi namunalaridan biri sifatida qadrlanadi. Uning ovozi hali ham eshitilib turadi. Shavkat Rahmonning ijodi yosh avlod shoirlar uchun ilhom manbai bo'lib kelmoqda. Uning she'rlari yangi avlodni ruhlantiradi. Shavkat Rahmon xotirasini abadiylashtirish maqsadida uning tug'ilgan joyida muzey tashkil etilgan. Uning hayoti va ijodi muzeyda aks etgan. Uning nomidagi ko'chalar, maktablar mavjud. Bu uning xalq xotirasida abadiy yashashning bir dalilidir. U haqida kitoblar yozilgan va filmlar suratga olingan. Uning hayoti va ijodi abadiy yashaydi. Shavkat Rahmon o'zbek adabiyotining buyuk shoiri sifatida xalqimizning qalbida abadiy qoladi. Uning she'rlari asrlar osha o'qilib, sevib ardoqlanadi. Turkiylar. Qilichin tashladi beklar nihoyat, bosildi tulporlar, yirtiqlar so'roni, urxoga o'rgangan tillarda oyat, turkiylar tanidi komil xudoni. Qilichlar zangladi falokat hushyor, turkiylar quvvatin berdi yerlarga. Hiylagar do'stlarday yaqinlashdi yov, komillik qidirgan jasur erlarga. Ilvasin yigitlar, Bobur yigitlar, sajdaga bosh qo'ydi yovga ters qarab. O'g'illarni kemirib yig'ladi itlar, buyuk boshni kesdi qilich yaraqlab. Turkda bosh qolmadi dovlar, xotin xalaj qoldi motam ko'tarib. Bizga tek qarama buyurdi yovlar, yovlarga ters qarab yashadi bari. Talandi samoviy tulpor uyuri, talandi zarlari zebu zabari. Ters qarab o'ling deb yovlar buyurdi, yovlarga ters qarab jon berdi bari. Lahatga kirdilar o'zlarin qirg'ab, qolmadi arabiy turkiy xatlari. Tug'ingiz dedi yov teskari qarab, yovlarga tez qarab tug'ildi bari. Tug'ildi qullar, qirqida qirilgan imdodga muhtoj. Yovlarga ters qarab itlarday hurar, bir-biriga dushman, bir-biridan qoch. Jo'martlar qirilgan Turon zaminda, do'zaxiy tajriba pallasin ko'rdim. Eshak surati bor qay bir qavmda, qay birida to'ng'iz kallasin ko'rdim. Bu holda buvaklar bo'g'ilib ular, qul bulol ezilib yig'lar falakda. O'zlarin yondirar borliqdan to'ygan, Badaxshon laliday asl malaklar.
Mo'minlar 5 bora Allohni eslar, sajdaga bosh qo'yib jallod toshiga, o'g'rilib sal ortga qarayin desa, boshiga urillar, faqat boshiga. Bormi er yigitlar, bormi er qizlar, bormi gul bag'ringda jo'mart nolalar, bormi gul tuproqda o'zligin izlab, osmonu falakka yetgan bolalar, bor bo'lsa alarga yetkazib qo'ying. Bir boshga bir o'lim demagan ermas, shahidlar o'lmaydi bir qarab tuying. Yovga tez qaragan musulmon emas, yovga ters 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 qaragan musulmon emas. Shavkat Rahmon she'rlari to'g'risida. Lirik turga mansub asarlarda shaxsning ichki tuyg'ulari, hissiyoti, ruhiy kechinmalari, sezimlari asosiy o'rinda bo'ladi. Bu turdagi asarlarda hayotda ro'y beradigan voqealar emas, balki ular tufayli insonlarda paydo bo'ladigan tuyg'ular tasviri muhim hisoblanadi. Odamning tuyg'ulari o'z-o'zidan bezovta bo'lavermaydi. Kishining ruhiy dunyosini muvozanatda chiqaradigan ijtimoiy hayotiy sabab bo'lgandagina hissiyotlar harakatga keladi. Shavkat Rahmon she'rlari kishining tuyg'ulariga kuchli ta'sir ko'rsatish xususiyati bilan ajralib turadi. Shoirning tong ochar ko'zlaring she'rida tabiatning kishi ruhiyatida umidbaxshlik uyg'otgan holati aks etgan. Garchi she'r tong manzarasini chizish uchun yozilganday tuyulsa-da, shoir tabiat orqali inson shaxsini tadqiq etadi. Sevinchdan yig'layotgan qiyoqlar, ovozni qayrayotgan chigirtka va mehnatkashligi bilan dunyoni masxara qilmoqchi bo'lgan chumoli timsollarda lirik qahramonning olam hamda odamlar haqidagi murakkab va o'ziga xos qarashlari aks etgan. She'rning so'nggi bandida chumoliga murojaat shundan dalolat beradi. Chumoli faqat ishlashni bilib, atrofdagi go'zallik va ezgulikdan bexabar qolayotgani inson timsoli ko'rinadiki, ijodkor uchun tabiatning holatlarini tasvirlash yagona maqsad bo'lolmaydi, balki u odamga xos qandaydir jihatdan aks ettirish maqsadida yo'ldagi vosita bo'lishi mumkin. Shoirning turkiylar she'rida esa shonli bobolarga munosib bo'lolmagan turkiy xalqlarga xos illatlar ayovsiz fosh etiladi. Shavkat Rahmon bu she'rda xolis tasvir yo'lidan bormay, asarga bevosita aralashganday bo'ladi. Chunki qalamga olinayotgan holat xolislikdan taqozo qilmaydi. Butun bir millatning hayot va borliqqa munosabat yo'lini tubdan o'zgartirish kerakligi shoirning muvozanatdan chiqaradi. Shoir lirik ifodaning ta'sir kuchini oshirish uchun imlo qoidalariga o'zgarish kiritadi. Chunonchi yetkazib so'zni yetkarib shaklida ishlatadi. Bunda z tovushi r sonlari bilan almashtirish qilinajak ishning zalorini oshirganday bo'ladi. Shoirning darslikdan o'rin olgan barcha she'rlari ham o'qigan kishini olam, odamlar va o'zi haqida o'ylashga undaydigan otashin bitiklardir.